Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari, qo'yishqozlar, chorva ishqibozlari yemish jarayonidan lavha. Endi ertaga xudo xolisa katta video qilamiz. Endi o'sha tarozga tortib, necha kilo nima ketyapti hammasini qo'yaman. Bugun mana yomg'ir yoqqan, hamma yer loy bo'lyapti. Mana qo'ylarimiz bu yerda avjida mana. Oddiy mana somon pressdan ancha daromad qilsa bo'ladi. Necha oyda tayyor bo'ladi. Hammasiga oydinlik kiritamiz. Qo'chqorlarimiz mana. 5 dona qo'chqor. Ziqqallar bo'lsa allaqoch chiqaverasizlar mana. Bu yerdagi qo'ylar hammasi urg'och qo'ylar. Mana. Soni 50 ta qo'ylarimizni. Yarmi go'sht yo'nalishga boqiladi, yarmi o'sha bo'g'izlari ham bor ichida bitta ikkita. Mana bu yerda qo'chqorlarimiz bor asosan. Mana shu qo'chqorlar mana. Kimgadir qiziq bo'lsa sotib ham qo'yilaveradi mayli. Obunachilarimiz yo'lida qilib mana. Quloqlarini ham ko'ryapsizlar mana. Hammasini qulog'i 20 dan kam emas mana. Ko'p qo'yimiz mana. Qora, sariqlar mana. Mana bunisi mana arasham mana. Mana shunisi mana. Yuzlarini ko'ryapsizlar, tiniqligini mana. Qizlarga o'xshaydi bu, lekin qo'chqor. Qizlar pardoz qiladi, xuddi shunaqa buni ham yuzi. Juda chiroyli, tiniq. 5 dona soni mana. Holatlarni ham ko'rib turibsizlar. Videolarimiz kimgadir qiziq bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar. Ertaga yana davom ettiramiz. Degan joyidan.